Bu Toshkent emas, Xitoy poytaxti Pekin, lekin 2013-yilda. Hozir esa Pekin havo sifati darajasi 24, xavfsiz degani. Lekin 2013-yil yanvarida bu ko'rsatkich 755 ga ko'tarilgan. Tushunishingiz uchun Toshkentda bugun 254. 3 baravar, Karl, 3. Video olganimda Toshkentda havo indeksi 900 ga ko'tarilishini bilmagan edim. Shundan keyin Xitoy hukumati havo ifloslanishiga qarshi urush e'lon qilgan. Pekinda havo sifatini oshirish uchun 100 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag' ishlatishni planlashtirishgan. Pekin atrofida 2000 dan ortiq zavodlar yopilgan yoki ko'chirilgan. Elektrostansiya, kotelniyalarda ko'mir o'rniga gaz yoki elektrga o'tishgan. Juda katta metro qurilgan, elektroavtobuslar, elektromobillar. 3 yil davomida Pekin atrofida 50 millionta daraxt ekilgan. Hammasini davlat byudjeti ko'taradi. Albatta, Xitoy juda katta davlat, shunga bitta shaharni qutqarish ularga unaqa qiyin ish emasdek tuyuladi. Tем более o'zimizda ham hozir ancha buncha choralar ko'rilyapti. Lekin bitta uncha qimmat emas, lekin juda yaxshi yechimga e'tibor qaratmoqchi edim. Xullas, ba'zi shahar hukumatlari sputniklardan rasmlarni, hamma ekologik daniylarni, hamma korxonalar haqidagi daniylarni ochiq dostupga chiqarishgan va ba'zi ilmiy izlanishlar natijasi bo'yicha transparent, ochiq, oydin daniylarni ochiq dostupga chiqargan shaharlarda daniylarni bekitgan shaharlarga nisbatan havo ifloslanishi 10% ga ko'proq tushgan, korxonalarda esa ekologik qonunbuzarchilik 37% ga kamroq sodir bo'lgan. Bunaqa yo'l korxonalarda va xalqni o'zida ham sotsial javobgarlikni uyg'otadi. Ya'ni xalq qaysi rayonlarda ko'proq ifloslanish bo'lishi haqida ma'lumotga ega bo'ladi va o'sha rayondagi korxonalarga jalba qila oladi. Odamzodni bitta odati bor, tekshirilmagan, talab qilinmagan joyda ish chala ketadi. Uyingizda usta ishlatib ko'rgan bo'lsangiz, bilasiz.